Salom hammaga. Demak, bugungi videomizda biz shaxmat o'ynaymiz sizlar bilan. Xo'sh, demak, o'tgan videoda ingliz tilida shaxmat o'ynashda o'zbek tilida qilishga qaror qildim. Bu yog'iga 600 elodan bu yog'iga iloji boricha kuchli o'yinchilar bo'ladi. Men o'zimni yurmoqchi bo'lgan yurishlarimni tavsiflay olmay qolishim mumkin. Sizlar yaxshiroq tushunishinglar uchun men o'zbek tilida o'ynayman. Xo'p, demak, birinchi agar bu e'tibor bermaysizlar, har doim oldin o'zim uchun anaqa qilib opening qilishni o'ylab olaman. Shu play'ni bosamiz. Play tugmasini biz oq rangda ekanmiz. 1 minute guys. Xo'sh. Qani ketdik. Demak, har doimgidek biza shohni oldidan E4 ochish bilan davom ettiramiz. Markazda egallash maqsadida. Xo'p, qoralar ham shohini oldidan E5 qilib ochib chiqdi. Ana endi bizani yurishimiz mayli, mana shu toshga hujum qilish bo'lsin. Har doimgidek o'sha popular prominent usuldan foydalanamiz. Ular o'sha piyodasini C6 kataga yurib himoyaladi. Va biza bu vaziyatda eng xato narsalardan biri mana bu narsani qo'llaymiz. To'g'ri, bundan maqsad ham bor-da, baribir. Keyin ikkinchi otini olib chiqdi bizani piyodamizga hujum qilish uchun. Va biza bu vaziyatda o'zimizni otimizni olib chiqib olsak ham bo'ladi. Mana piyodamiz himoyalandi va ana endigi yurishda endi uni yurishini kutamiz iloji boricha. O'ylab turishimiz kerak, iloji boricha markazda egallashga harakat qilishimiz kerak va mana bu filni qilishimiz kerak. Filga hujum qildi. Bu vaziyatda otini olib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, filni olib qochirishdan ko'ra otni olgan yaxshi. Bu yoqqa olib boraman, bu tutib oladi, keyin bunday olib boraman. Bu eng rasvo narsalardan biri, guys. Shuning uchun otini olish yaxshiroq o'ylayman. Xo'p, farzin bilan, ya'ni D7 dagini C6 ga olib, farzini yo'lini ochib oldi. Va lekin ko'rgan bo'lsanglar, bu yoqda ot ketdi va bizada mana bu yoqda free pawn, ya'ni tekin piyoda paydo bo'ldi. Va ana endi sekin-sekin hujumlarni boshlasak ham bo'ladi. Agar mabodo mana buni oladigan bo'lsa, biz uni otiga hujum qilamiz va agar otini yana orqaga qo'ysa, bu bizlar uchun tashvish. Agar otni orqaga qo'ymasa, mana bu otni olishni tanlasa va biz ham mana bunaqasiga qo'yib mot beramiz. Xo'sh, mana piyoda uzr guys. Xo'p, otga hujum qildi. Men buni ola olmaydi-yu, otim turib. Otga hujum qildi. Xo'sh. Vaziyatda nima qilsak bo'ladi? Menimcha otni joyiga qaytargan yaxshiroq deb o'ylayman bu. Castle qilib oldi. Ham filni olib chiqib, ham castle qilib himoyalab oldi. Ana endi xohlagan. Lekin biz ham mana bu vaziyatda vilka qilib qo'yishimiz ham mumkin. Shu haqida o'ylamadi u. Tak. Xo'sh, qani ko'ramiz qaysi yurish qiladi. Agar filni qurbon qilish tanlasa, farzini olib chiqishi paydo bo'ladi. Agar mana bu vaziyatda qilsa, baribir ham hech qaysini olib qochmaydi menimcha. Chunki baribir ham ikkita hujum bo'lib o'tiribdi. Hozirgi vaziyatda bitta bo'lsa ham tosh olib ketish kerak u. Shuning uchun fil bilan olgan yaxshiroq. Agar men shunaqangi vilka vaziyatga tushib qolsam, ot top qochsam bu ketadi, keyin men bu yerda qolib ketadi. Shu bilan mana shu yerda qolib ketadi. Undan ko'ra menimcha eng yaxshi vaziyat bitta toshni olib, keyin non bo'lgani yaxshi. Tak. Bizada vaziyatlar yetarli menimcha. Otni olib qochdi. Tak. Bizdan otimizga hujum qilish maqsadida otni olib qochdi menimcha. Menimcha biza ot bilan olganimiz ham yoki filni olamiz, tekin otimizni olsa, mayli o'zi bilan otimizni olsa ham. Otimizni oldi deganimdek. Biza farzandimiz bilan oldin ochib chiqqanimiz yaxshi. Chunki bu ham bizga bitta ustunlik bo'ladi bu vaziyatda. Bu bilan olsa, baribir ham ola olmaymiz bu bilan. Lekin farzand turgani yaxshi. Xo'sh, shoh berdi. Menimcha filni ham o'yinga olib chiqish kerak, to'g'rimi?
C tak. C berkatdagidek filda F4 ga yo'q. E3 ga olib chiqsam nima deysizlar? Menimcha normal. Xo'sh, piyodamizni oldi. Piyodamiz filmimiz ochmasdan turib qoldi. Ana endi farzandni olib chiqish imkoniyatiga egamiz. One of the biggest way. Xo'p, bu juda ham yaxshi usul bo'ldi. Tak, bizada shans ko'p. Xo'p, farzandga hujum qilishni tanladi. Iloji boricha shoh tomonga olib borishga harakat qilish kerak. Shu uchun men mana bu tomonga qo'ysam, judayam zo'r bo'lardi. Farzandni olib kelib qo'ydi. Menimcha farzandlarni almashishni taklif qilayotgan bo'lishim mumkin. Menga farqi yo'q, men almashaveraman. Tog'am ustunlik. Mayli, farzandlar almashamiz. Evaziga mana bu piyoda bilan olib shohini oldini ochib qo'yadi. Ana endi shohini oldi ochildi va bizada imkoniyat paydo bo'ldi, lekin filmimizni qimmatlata olmaymiz. Biz ham iloji boricha kasl qilib mana bu free piyodani olishimiz kerak. Hozirda bu vaziyatga olib kelsak himoyada bo'ladi shohimiz, lekin shundoq ham bizada ustunlik ko'p, shuning uchun iloji boricha harakat qilishimiz kerak. Bu tomonga kasl qildik, mana bu piyoda qildik. D6 ga. Tak, filni olib kelib oldi. Bu vaziyatga otimizni ketkazmoqchi menimcha. Bundan buyog'idagi o'yinga bizga ot kerak bo'ladi. Xo'sh, mayli, menimcha biza mana shu usulni qilaveramiz. Lekin otimiz olsa ham mayli, mojna. Tak. Otimizni oladi. Undan keyin filni olamiz. Filni olgandan keyin mana bu tomondan shoh berish imkoniyati paydo bo'ladi va bu bizlar uchun ustunlik. Xo'sh, bizada vaziyat juda ham ko'p. Mana endi filmimizni ham qimirlata olamiz. Mana bunga hujum qila olamiz. Xo'p, agar u buni olsa, biz buni olamiz. Keyin shoh berish imkoniyati paydo bo'ladi. Birinchidan bitta advantage. Keyin esa, filni menimcha piyodani bu yoqqa yurdi. Biz piyodasiga hujum qilmasligimiz uchun. Nu, menimcha bu yaxshi ideyaga o'xshab ko'rinmaydi. Filni olib qochirgan ham yaxshi edi. Xo'sh, filni himoyaladi. Biz piyodasiga hujum qilmasligimiz uchun. Bizada yana bitta benefit tomoni bor. Bizada yana bitta tekin piyodamiz bor. Menimcha. Keladi, guys. Deylar. Deylar. Menimcha qayerdadir wrong. Xato. Bizada tekin piyoda boru, mana shunga harakat qilsak. Mana buni olib qo'ysak ham bo'ladi. Bizada menda boshqa usul bor. Brilliant yurish harakat qilaman. Agar o'xshasa, bilmadim, harakat qilaman. Xo'sh, otimizni olsa ham tayyor turibman, chunki baribir u ikkita ruh bilan yutish qiyin. Yo'q, ikkita ruh bilan yutib qo'yishi mumkin. Biz iloji boricha ochib qo'yishimiz kerak bu yo'l. Agar ruhni bittagina mana bu tomonga olib kelsa, biz mana bu ruh chiqarish kerak otga. Benefit juda ham ko'p bizada. Himoyaladi. Ruhi bilan himoyaladi. Lekin bu tomonda filmimiz bilan olib qo'ysak bo'ladi, lekin iloji boricha buni ochmasligim kerak. Agar yo'lda ochib qo'ysam rasvo bo'ladi. Ну, давайте men bu tomon hozir piyoda yurgani uchun bu tomon bo'sh qoldi. Shu tomonga yuraveramiz paka. Bu new vocabulary guys. Tak. Mana bu filni olib qochirish kerak. Ana endi bu baribir ham otimizni ola olmaydi. Hech ham tegmaydi. Mana bu ruh ham ola olmaydi. Ну, bizada hamma toshlarimiz himoyalangan. Xo'sh, otga hujum qilishni tanladi. Menda qanaqangi advantagelar bor? Tak, menimcha bu yurish xato emasmi? Xatoga ham o'xshayapti. Nimaga tekin piyoda berish? Nechi pul bo'lyapti, guys, tekin piyoda berish? Agar men
Oh guys, ruhimga hujum qildi. Agar men bunaqasiga yurib qo'ysam, otim ketadi. Shoh berishim kerak. Shohni ruhni oldiga olib kelib hujum qilgan vaqtda mana bu yerda yurish bor. Ruhni joyiga qaytarib qo'ysam nima deysizlar? Ruhni joyiga qaytarib qo'ysam, mana shu tomondagi advantage. Mana shu ruhni hech qachon mana shu qimirlatmasligim kerak. Qayerga qimirlatmaslik. Baribir ham otga hujum qila olmaydi. Yopiq yo'l. Ana ruhni yo'lini to'sdi va ana endi otga hujum qilish imkoniyati bor. Ham piyoda bilan ham hujum qilyapti. No, zo'r yurish. Yaxshi. Lekin bizada menimcha yana bitta imkoniyat bor. Shoh beramiz. Lekin ruhga ega bo'lish imkoniyatimiz bor. Chunki bu vaziyatda piyodasi ketdi va biza bemalol shoh bera olamiz. Bemalol. Biza uchun free. Mana bu yerda free piyoda ham bor biza uchun. Olsa ruhi ketadi. Shu uchun ham zo'r yurish bo'ldi. E6. E6 yurishi juda ham zo'r. Shoh bo'ldi. Shohni bu yoqqa olib keladi. Aniq u bu yoqqa olib keldi. Mayli. Bunaqasiga o'tib shoh bersak ham bo'ladi. Shohini olib keladi. Keyin bilmadim guys. Tak, o'ylash kerak. Ha, topdim. Yana shoh beramiz, kelinglar. Shohni olib kelsin, mayli. Olib kelsin shohini biza tomonga. Ruhga hujum, mana unga hujum qilgan vaqtida biza buni boshqa bir yerga olib qochamiz. Ya'ni men buni otib qochgan vaqtimizda shoh. The hell, bu nima? Durang bilan tugatmoqchimi o'yinni? Yana 3, agar shu yurishni 3 marta takrorlasam, yana tasvo bo'ladi. Bizaga menimcha freely bu ot turib tursa, hozircha mana filni ketkazib olaylik. Juda ham bir yoqmayapti. Filni ketkazamiz deymiz. Fil mana qochadi. Keyin esa biz mana buni olib kelamiz. Shuni filga hujum oladi. Keyin esa men buni olaman, bu fil bilan oladi. Shu vaziyatda bizada ot bilan hujum qiladi. Bunaqasi fil ochmasa bo'lib qoladi. Filni bu yoqqa olib kelib. Bundan ma'no nima? Otni bu yoqqa siljitsam, nima uchun u filini beryapti hozirgi vaziyatda? Nimaga u filini beryapti, guys? Ma'no nima hozir? Ot bilan filni olamiz, mayli. Ahmoqona yurish bo'ldi. Yoki o'zi bilmasdan yurib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Vaziyatlar juda ham ko'p bo'lgan. Bilmasdan mishka tufayli boshqa tomonga qo'yilib ketib qolgan va bu narsa yomon tus olib ketgan. Shohini ikkita piyodan orasiga tagiga tiqib qo'ydi. Xo'sh. Tak. Keldi. Mana bu piyodan yurmasligi uchun tiqib qo'yamiz va mana buni hujum qilamiz. Ruhga hujum qilamiz. Ruh. Ruh qochgandan keyin mana bunga hujum shoh beramiz. Da ana endi shoh berish imkoniyatimiz bor. Ruhni olib qochdi. Oh, sorry guys, sorry. Tak. Ruhni olib qochdi va bizda mana bunga shoh berish imkoniyati bor. Shohni oldini yopdi ruh bilan. Ajoyib yurish. Lekin bizda boshqacha yurish ham bor. Men bemalol almashishga roziman. Almashamiz. Xo'sh, shoh bilan oldi. Tak. Ha. Otimizda yursak nima deysizlar? Otda yuramiz. Otda yuramiz. Mana piyodaga hujum qilamiz. Agar piyodani himoyalasa, mana bunaqasiga shoh beramiz. Shoh berganimizdan keyin bu tomonga olib chiqib resign o'zi taslim bo'ldi. Xo'sh, yangi o'yin boshlaymiz. New 30 minut qilib, lekin 30 minut ichida bitirmadik. 8 minut o'zi kifoya bo'ldi. Bilmadim, buni tahlil qilish kerak emas, chunki bu yerda hech qanday qiyin vaziyat bo'lgani yo'q. Hammasi juda ham oddiy vaziyat edi. New 30 minut. Xo'sh. Vaziyatda biz oqmiz. Ketdik. Demak, har doimgidek E4 bilan boshlab olamiz. Markazni egallash maqsadida. U ham E4 bilan yurish qildi. U ham markazni egallamoqchi. Menimcha biz D4 ga yursak kerak. Yo'q, hujum qilamiz. D4 ga yursak ham yaxshi edi-yu.
piyoda defense. Fildorni defensini qo'lladi o'zi ham. Fildor ham juda ham zo'r odam biri. Defense bo'yicha mayli biz mana bu tomonga yuramiz. Baribir ham tekin piyodada to'g'rimi? Olmasa ham mayli. Buni olib kelib hujum qiladi, biz buni olamiz, buni oladi. Keyin bizga shoh beradi, shoh bergandan keyin buni bilan olamiz. Shit. Bu ham biz ham piyodamizga hujum. Sana almashish kerak. Hozir markazdagi piyodani asrab qolish imkoniyatimiz ham bor. Kelinglar bir best idea qilamiz. Hozir bitta vilka qilamiz bu kattadan. Agar olsa biz mana uni olamiz. No. Bitta piyoda orqali ikkita peshkani, ya'ni ikkita poundni olyapmiz. Ikkita pound olyapmiz bu vaziyatda. Biz bitta piyoda bilan u lekin otini xavf ostiga. Xo'sh, bizada yo'l bor. Hozir men bu vaziyatda buni olsam ham bo'ladi, lekin piyoda turgani yaxshi joyda. Normalniy turibdi. Agar piyodamizni bunaqasiga yuramiz, bunaqasiga shoh beramiz. Brilliant yurish qilish imkoniyatimiz bizning qo'limizda. Qaranglar, hozir mana bitta zo'r yurish xayolimga keldi. Agar o'xshaydi, o'xshamasa o'xshamaydi. Xo'p. Bu hammasi unga bog'liq, qanaqa yurish qilishiga. Farzini olib qo'yish ham mumkin to'satdan. Nima demoqchi? Hozir ko'rasizlar, men agar farzini olmoqchi bo'lsa. Unda bor, tak. Otga hujum qildi. Farzinimizga hujum qildi. Bilmadim bu yoq. Давайте bitta zo'r ideya bu. Otimizni olsin deymiz. Mayli, ot shunga. Baribir ham piyoda-ku. Mana shuni shu yoqqa yursang nima deysizlar, guys? Perfectful. Perfect, guys. So, menda juda ham zo'r ideyalar kelib ketyapti, to'g'risini aytsam. Hozir buni bu yoqqa yurib, yo'q, uzr. Nima qiladi bu? Hech bola qilolmaydi. Tak. Agar u shoxini bu tomonga olib kelib qo'ysa, shox bersak, shoxini yana qo'yishi mumkin. Shuning uchun shoxini shu vaziyatga olib ketsa, menda yana bitta ideya bor, buni shox berish. Voy, farzingga hujum qil. Farzingga hujum qilaman, bu bilan to'sadi. To'sgandan keyin bunaqasiga shox beramiz, shoxni bu yoqqa olib keladi. Shoxdan keyin yurish bu tomonga bo'ladi. Olganimdan keyin olishi mumkin. Mana bunga hujum qilaman, uzr bunga emas. Shox bo'lgandan keyin olishgan. Mana bu otni chiqarishimiz, rakirovka qilish. Mana bu ham otni chiqarishimiz. Juda ham ko'p, faqat uni Hop, 682 iloga e'tibor bermaysizlar. Aslida 1000 ilodaman. Ilog. Chunki men chess.com emas, freestyle.com da o'ynayapman. Freestyle'da imkoniyatlar ko'proq, ham free bo'lgani uchun tahlili. Freestyle'da o'ynayapman. Chess.comda prosta chess.comni ham freestyle mashhur, ikkalasini ham o'zim iloyimni bir xil tarzda olib boryapman. 682 700 qilgandan keyin to'xtatishim mumkin videoni, lekin davom ettirishim mumkin. Men ko'proq mak ishlashim kerak, guys. Mani imtihonim bor, 700 qilgandan keyin to'xtat. Men boyagina hozirgina ishlagan readingimdan lug'atlarni yod kerak. Menda bitta yo'q bo'lmagan taklif. Bo'ladimi demoqchi? 723 ilo. Bizada imkoniyat bor-ku, juda ko'p. Qaranglar. Hozir u shoxini olib qochishi mumkin. Olib qochgandan keyin farzini bu yoqqa olib ketish juda xatoda, menimcha. Farzini olib kelsa agar, bizada optionlar ko'p. Misol uchun mana buni bu yoqqa yurishimiz va ruhga qilamiz. Ruh
Ruhga hujum qilgandan keyin ha, yo'lini fil bilan to'sdi. Ruhga hujum qilish niyatimiz bo'ladi. Ruhga hujum qilamiz. Ruhga hujum qilsa filimizni olib qo'yadi. Biz ruhini olib qo'yamiz. Ruh kuchliroq bo'lgani uchun ruhni olaveramiz. Filimizni olsa mayli, mojna. Otni olib chiqish imkoniyati ham bor. Unda befoyda. Otni bu yoqqa olib chiqish mumkin va mana bu ruhga hujum qilish imkoniyatini yo'qotishim mumkin. Otni olib chiqqandan keyin filni bu tomonga qo'yamiz va ot ochmasda bo'lib qoladi. Ruhni bu yoqqa olib kelib qo'yadi va biza rasvo yurish yo'q. Guys, agar otni olib chiqib qo'ysa, biz buni bu yoqqa olib kelib qo'yamiz va o'ynaymiz. So perfect. Hozircha o'ylaymiz. Chiqib ketdimi o'yindan? Disconnected will after resign in minutes. Tak, hozircha yurishlar o'ylab turaman. Keyingi yurishlar o'ylab turaman. Hop, otni olib chiqishi mumkin deyman-ku himoya qilish uchun. Biz ham mana bunga olib, ham filmimizni ham himoya qilishimiz mumkin. Shu va filga hujum qilmasligi uchun. So, I'm hungry guys. Shuning uchun o'zimga yegani narsa olib kelib oldim. Xo'p, hali ham yurgani yo'q. After resign bo'libdi. Menimcha u chiqib ketgan o'yindan. O'yindan chiqib ketgan sababi u yutqazishini bilgan. O'ylaganimdek chiqib ketibdi. Yangi o'yin boshlaymiz. Buni tahlil qilishni ham kerak yo'q. Tahlil qilsak bo'ladi, game reviewni bosib, lekin bizda atigi bir dona tahlil qilib beruvchi odam, bir dona tahlil qilib beruvchi narsa bor. Tak. O'yinni qaytadan boshlaymiz. Bor ekanmiz bu vaziyatda. Sicilian defense qo'llasak nima deysizlar? Sicilian defense qo'llasak. Zo'r bo'ladi. Mana shu yurish qilamiz va markaziy egallashga yo'l qo'ymaymiz.
Gambitni qo'llashga harakat qilamiz, guys. Gambit. Bu yurishda menimcha Gambitni qo'llolmasligimiz mumkin. Lekin bizga mana bu yerda bitta piyyola bor. Qo'limizda otini otini olib chiqib oldi himoya qilish uchun. Tak, bizada hozir bitta zo'r yurish bor, lekin bu ishonchim komil emas. Harakat qilamiz. Bu yurishdan maqsad hozir bu yerda vilka qilishda, tushundinglarmi? Mhm. Tak. Nima gap? Dovcha yeyapsizlarmi? Kommentariyada yozib ketinglar-da. Kim dovchaxo'rlik qilyapti? Misol uchun men kechagina ko'chaga chiqib dovchalarni terib keldim. Bu bekor qildimi deyman-da bu yurishni. Bitta xot berib qo'ydi-da umuman olib qaraganda. Shoh bitta shu farzan o'sha joyda turuvdi, yana qaytib orqaga yurib qo'ydi. Menimcha ma'nosiz yurish. Xo'sh, bizada filmimiz chiqqanligi sababli cancel qilishga imkoniyatimiz bor. Hop, ana endi qayerga yurish qilamiz? Mana bu tomonga yurish qilsak ham bo'ladi. O'ylab ko'rish kerak buni ham. Oti bilan yo'lni yopib qo'ydi. Otga hujum qilish imkoniyatimiz ham bor. Tak. Otga hujum qilamizmi? Otga bunaqasiga emas, bunaqasiga hujum qilsak-chi, nima deysizlar? Bombardimo krokodilo. Cancel qildi. Cancel. Cancelingdan keyin bizada yana bitta imkoniyatimiz bor. Xuddi hozir aytganimdek, mana buni bu yoqqa olib kelib qo'yamiz. Sababi ikkita otam buni qimirlatish mumkin, baribir ham befoyda. Mana bu yerda otim turibdi yoki farzimni ham olib chiqish imkoniyatiga ega bo'laman o'yinga. Shuning uchun hozirda o'ylayapman. Juda ko'p yurishimiz bor. Hozir aytganimdek.
Guys, qaranglar, nima uchun boshida mana shu piyodani bu yoqqa yurmadim? Sababi mana bu filni olib kelib oldim. Agar fil bilan otini qimirlatib mana buni oladigan bo'lsa, biz mana bunga qarata javob qaytaramiz. Baribir ham ola olmaydi, chunki bu yoqda baribir ham otimiz turib filga hujum qildi. Xo'sh, bu vaziyatda otini olib qo'ysak ham bo'ladi. Lekin biz tupikka kirib qolishimiz mumkin. Harakat qilaman. Hozir fil bizga juda kerak. Aha, guys, ahmoqlik. Guys, qaranglar, hozir bu vaziyatda ot tekin-u. Lekin qaranglar, ot tekin emas, farzand tekin. Tak, yana bitta zo'r yurish bu, qaranglar, qaranglar. Farzandni sacrifice qilsak ham bo'ladi. Hozir birinchi bo'sh piyodani olaylik. Judayam zo'r yo'l turibdi. Otini qimirlamaydigan qilib qo'yamizmi? Mana buni bu yoqqa olib kelib. Otini qimirlatadigan bo'lsa, ruh ketadi va shoh va mot. Давайте farzandni sacrifice qilib shoh va mot shohni yo. Guys, sal adashdim. Salgina adashdim. Chunki agar hozir biz mana buni bu yoqqa olib kelsak, otini yura olmaydi. Otini yurib qo'ysa, keyin mana buni bu yoqqa katakka olib kelsak, mot bo'ladi deb o'ylagandim, lekin aslida mana bu yerda fil turibdi. Fil turibdi. Shuning uchun bu bizga xalaqit beradi. Mana piyodani develop qilishga nima deysizlar? Kuchaytirib, ya'ni piyodani himoyalab qo'yishimiz kerak. Boshqa ot bilan ham himoya qilish mana shu joyda tursin-da. Shu joyda turib tursin. Keyin yana o'ylab ko'ramiz yurishlarni. Mana piyodani himoya qilishim kerak edi, guys. Shuning uchun mana shu tomonga yurdim. Mana bu tomonga ham hujum qilishim kerak. Iloji boricha shoh tomonga hujum qilish kerak, tushunyapsizmi? Shuning uchun shunaqangi yurish tanlayapman. Tak, guys, qaranglar. Menda bitta zo'r yurish bor. O'shani amalga oshirishga harakat qilaman. Lekin guys. Madam keyin nima bo'ladi? Farzini mana bu tomonga olib kelib qo'ysak, ham piyodamiz himoyalanadi. Lekin baribir ham ot turibdi-da bu yoqda. Mana shuni yuraylik-da shu tomonga. Mana buni bu yoqqa olib kelsa shoh bo'lgandan keyin bu yoqqa yurish imkoniyati bor bu yoqqa. Agar mana bu tomonga yurib qo'ysa, u qamaldi degani. Shunchaki otimizni olib borib nimadirlar qilib yutishimiz imkoniyati. Xo'p, nimaga bunaqa yurish qildi? Ruhimizga hujum qildi. Xo'p, otni qurbon qilib yuboramizmi? Nima deysizlar? Yo'q. Bilmadim, guys, bilmadim.
Ruhimizga hujum qildi. Ruhni hujumdan qaytaramiz. Hozircha mana shu yurish yaxshi. Hozircha yaxshi shu yurish. Shohini olib qochdi. Boshqa Qashbirkataga olib qochdi. Tak, agar buni olamiz, keyin esa buni bilan buni olish aniq. Lekin chunki oladi, olgandan keyin bizada imkoniyat paydo bo'ladi qanaqadir. Imkoniyat paydo bo'ladi qanaqa? O'zim ham bilmayman. Mana buni bu yoqqa olib kelib qo'yamiz va buni ochmasga tiqib qo'yamiz va mod, guys. Shuning uchun hozir iloji boricha mod qilishga harakat qilaman. Otni sacrifice qilamiz. Sacrifice emas, shunchaki almashish bo'ldi. Sacrifice piyoda bilan bo'ladi. Xo'sh. Piyoda xalaqit berishni o'ylamayman-ku men. Vilka qilsak-chi, guys? Vilka. Mana buni shunday olsak mod deyilami? Bu yoqqa olib kelib qo'ysa, mana buni ololmaskanmiz. Mana buni bu yoqqa olib kelib qo'yish eng yaxshi usullardan biri. Keyin biz mana buni olib chiqamiz, keyin buni olamiz va keyin mana buni olamiz, keyin bu buni oladi, keyin biz buni olamiz, keyin esa mana keyin bitta yurish va mod nechtadir yurish bo'lar ekan. Qanchadir vaqtimiz, qanchadir filni ham olib chiqa olmaydi, hattoki piyodamiz bor. Tak, menimcha o'zi resayim bo'lgani yaxshi, chunki menda vaqt yo'q. No, darajamizni 700 ga ko'tarib oldik. Har 50 dan yarim qilib ko'tarib video qilishga harakat qilaman. Otini qurbon qilib yubordi. Tak. Mana endi shoh ochmasdan bo'lib qoldi. Himoyaladi. Nima deysizlar? Mana shunaqasiga yurib, mazza qilib olib yurishga. Farzim bor, ruh bor, fil bor. Chiqib ketdi, guys. O'yin tugatdi o'zi, yutqazishini bildi. Hop, bu game review ko'rganimizdan foyda yo'q. Bitta ham blunder, mistake yo'q. Uni ko'ramiz, chunki bu oxirgi o'yin bo'ldi. Mayli, shuni ko'rib ketaylik. Ha. You had a nice tactical find in this game. Let's review. Ikkita, atiga ikkita ekan. Hop, mana ikkita. Opening with You had a nice tactical find in this game. Let's review. Opening with the king's pawn. The Sicilian defense controls the d4 square with c. d4 immediately attacks the c5 pawn. c recaptures. You develop your piece while all. This moves the queen to safety. Ovozini yo'qotib turaylik, guys. Tak. Developing the knight and increasing influence in the center. Yurganimizdan keyin Developing the knight. There were worse moves, but also you had a chance to play something better. This is an equal trade. You captured. This moves the queen to safety. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu tomonda qora tomondagi nima deydi? Statika hech qachon tushayotgani yo'q. It is good strategy to. This misses a better way to move a queen to safety. Mana shu bu tomonga olib qochgani yaxshi ekan. This move cuts off the check from the queen, keeping your king safe. One of the best moves. Castling kingside is a great way to developing the knight. You are threatened. This stops the opponent from being able to win a knight by adding pressure to a pinned. You've pinned your opponent's knight. This allows the threatening that. This creates a counter. This is the only move that works. Great move qilibdi, lekin nimaga bilmadim. Bilmadim. You missed an opportunity to tactically win a pawn. Bo'larkan farzim bilan, lekin farzimni ko'rib, bizada guys anchagina otishlar bo'libdi. Juda ham xato yurishlar qilgan ekanman. That leaves a queen open to being captured. Nice vision spotting and capturing that vulnerable queen. You kick the opposing. That's fine. You kick the opposing rook with a pawn, forcing it away. This move very. This nice. You found. Good job. This move wins a knight. This moves the that knight. This defends a. You had a better option, but this is not bad. Ruhni olib chiqish fikri ham zo'r edi. Ruhni sacrifice qilib yutishimiz ham mumkin edi, lekin. To'g'ri.
Tak, shu joyda videomiz tugadi. Biz 700 ilo bo'ldik va keyingi videoda davom ettiramiz, guys. Goodbye. Sog'likda ko'rishaylik.